Ben ukajonimni tushunib turibman. Dunyoning o'zi eng og'ir ishi. Ota-ona o'tsa-yu, san'atkor sahnada turib ashula aytsa. Buni men hech kimga ravo ko'rmayman. Juda og'ir ish. Men shu ukamni bitta quchoqlab qo'yay, maylimi? Zohirshoh Jo'rayev edilar, rahmat. Alisher Karimov, marhamat, fikrlaringiz. Ozman, maylimi bir og'iz gapirsam. Marhamat. Xo'p, agar qaniydi dunyoda ota-onalar o'lmasligi uchun meni jonim berilishi kerak bo'lganda edi, men 100 mingta bo'lsa berardim. Dunyoda birorta ota-ona o'lmasligi uchun. Ben bu ukajonimni Instagramda ko'rganman. Kichkinaligidan ashula aytarding-a. Xurshid akam ashulalarni aytarding-a. Xurshid Rasulov ashulalarini aytardi. Hos. Bir minut. O'shandan bu ukamizni men talantini ko'rganman. Hozir yoshingiz necha yosh? 19 yosh. 19 yosh. Ovoz o'zgarib, mutatsiyalar bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa endi bu yog'iga qiynamasdan sekin-sekin ovozni ochib oling. Ilohim Alloh yo'lingizni ochiq qilsin, ishlaringizga rivoj, sog' bo'ling.